Diqqat aholiga tezkor xabar. Yerga juda yaqin qoldi. Xalq tayyor turing. 3-yanvardan 4-yanvarga o'tar kechasi O'zbekistonda boshlanadi. Farzandlaringizni ehtiyot qiling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. 2026-yildagi birinchi magnit bo'roni yaqinlashmoqda. U 3-yanvardan 4-yanvarga o'tar kechasi Yerni G3 darajadagi kuchli magnit bo'roni qamrab olishi mumkin. Agar bosh og'rig'i, charchoq yoki qon bosimining ko'tarilib ketishi, tushib ketishi kuzatilsa, bu magnit bo'roni ta'siri bo'lishi ehtimoli yuqori. Shu kunlarda o'zingizni ehtiyot qiling, ortiqcha zo'riqmang, ko'proq suyuqlik iching deyiladi ma'lumotda. Azizlar, videoroligimiz keng tarqalib barchaga yetib borishligi uchun like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.